Nimaga aka ko'p buzilishi nimadan bo'ladi sana? Eng ko'p buzilishi bu yonida mon apparatimizni yonida magnitli klapani bor, mana magnitli klapan deydi. Mana shu yerda issiq sovuq bo'lgani hisobiga havoning ichida kondensat paydo bo'lib, suv to'planib, ochib yopmasligini hisobida eng ko'p buziladigan joyi shu. Uni oddiy yo'li buni yechib turib, ichini tozalab olib, quritib, jichcha yog'da nam lattada yog'lab turib, rezinkalari bo'ladi, ichini ochsalaring ko'rasizlar. Shuni yog'lab qo'ysalaring, yana yaxshi ishlaveradi. Agar shu taqdirda ham ishlamasa, o'zlaringiz bilasizlar, silindrlar pastga tushib qolib, ko'tarmay qoladi. Shunda suv kirib qo'ygan bo'ladi. Agar o'shunda ham to'g'rilanmagan bo'lsa, bu degani ichidagi sxemasi kuyib qolgan. Nimaga kuyadi? Chunki tok baland past bo'lishiga, особенно O'zbekistonda ancha ko'p bo'ladi, pasayib ketadi, ko'tarilib ketgan hisobiga 24 volt yo 36 volt ishlaydi, o'shuning hisobiga sxemalari kuyib qolishi mumkin. Shuning uchun maslahatim yana bitta, non apparat olganlaringda pullaringni ayamasdan ish to'xtab qolmasligi uchun bizda 1,5-2 ming rubl turadi. Shu 1 kilovatlik stabilizator olib qo'ysalaring, har doim 220 volt tushadi. Biz qo'yganimizdan beri, mana 2 yildan beri Xudoga shukr buzilgan yo'q.